Assalomu alaykum, Beruniy beton qo'sh xizmati obunachilari. Beruniy Maxtum qo'lida yana bir ishimizni bitirdik. Bu yerda O'razboy akaning uyida ishladik. Bu yerda quygan stoyachkamiz 290 kvadrat bo'ldi. Qalinligi 10 santidan yuqori bo'lmadi. Qalin bo'lsa bo'ldi. Plus bunday garajning fundamentida bor 25 metr, bordyorimiz 104 metr bo'ldi. Balandligi 70 santi bo'ldi. Eni 25 bo'ldi. Quygan yerlarimiz bunday arka joyina bunday bir trotuar ham qo'yardik. Mana arka joyini o'tgan yili qo'ydik. Yer tandir o'rin bo'ldi mana. Bu yerga ketgan xarajat 48 milyon so'm pul bo'libdi. 48 milyon so'm. 104 metr bordiyor, 290 kvadrat stoyachka, plus 25 metr fundament. Mana qo'ygan yerlarimiz. Garajning ichida uklon yo'q. Tekset qo'yibmiz. Boshqalar kiradigan bundan keyin. Mana radiodan turuladi.